Nikotin. Hamma eshitgan, lekin nimaligini bilmaydi. Kella tarixini o'rganib chiqamiz. Nikotin birinchi marta Countning Amerikaga qilgan ekspeditsiyasi davomida topilgan va tez orada Yevropaga keltirilgan. Uzoq vaqt davomida tabak, ya'ni nikotin zararsiz deb bilingan va hattoki chekish modaga aylangan. Birinchi tabakni trubkalarda chekishgan yoki maydalangan holda burunga tortilgan. 17-asrda esa sigarani tayyorlashni o'rganishgan. Qrim urushi davrida esa ingliz va fransuz harbiylari tabakni poroxning qog'oz gilzalariga o'rashni o'rganishgan. Bu odat tez tarqalgan va tez orada Londonda birinchi sigaret fabrikasi ochilgan. Eng qiziqarli tarafi esa nikotin o'simliklari hasharotlardan himoya qiladi. Odam miyasida esa dopaminni tezroq ishlab chiqarishga yordam beradi. Nikotinning tarixi qiziq, lekin ta'siri xavfli. Shunday ekan, nikotin odam miyasiga nima qilishini ko'rmoqchi bo'lsangiz, videomizga like, podpiska va komment yozib bizni qo'llab-quvvatlang.